Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana usta Rahmatulloh Tunikafon jamoasi navbatdagi ishimizni o'z nihoyasiga yetkazib berdik. Ko'rib baho bering. Ko'rib turganingiz ushbu obyektimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumanida o'z nihoyasiga yetkazib berdik. Ushbu xonadonimizga 04 tunikadan qilib berganmiz. Ko'rib turganingiz shu ikkita darvozaxona, kichkina ayvonchasi, narigi tomonda, narigi darvozadan kirganda yana bitta darvozaxonasi bor. Shapkalar bor, ichkari tashqari shapkalar qilib berilgan. Bu xonadonimizga jami 515 kvadrat tunikafon ishlatdik. Mana ko'rib turganingizdek juda chiroyli holatda bitkazib berilgan. Bu xonadonimizni 72 million so'mga shu holatda bitkazib berdik. Siz ko'rib turgan bu videomiz YouTube kanaliga endi 3-marta video joylayapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Biz albatta yana yangi ishlarimizni qo'yishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan usta Rahmatulloh bo'ldi.